Assalomu alaykum. Xabarlar, voqealar tafsiloti bilan tanishing. Efirda Qashqadaryo axboroti informatsion dasturi. So'nggi 9 yillikda mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlar samarasini har bir mahalla, har bir xonadon, har bir inson kundalik hayotida his etmoqda. Prezidentimizning 2025-yil 26-dekabr kuni Oliy Majlis va ko'p millatli xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida bu alohida ta'kidlandi. Joylarda davlatimiz rahbarining murojaatnomasiga bag'ishlangan davra suhbatlari, seminarlar o'tkazilmoqda. Dastlab shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi Qarshi hududiy filialida bo'lib o'tgan davra suhbati Prezidentimizning murojaatnomasida ilgari surilgan ustuvor yo'nalishlar, e'tibor qaratilgan eng muhim jihatlar va murojaatnomaning mazmun mohiyatiga bag'ishlandi. Bugun hududiy filialda malaka oshirish kurslarida ishtirok etayotgan viloyatimizning tumanlari va Surxondaryo viloyatidan kelgan tinglovchilar uchun professor o'qituvchilar tomonidan ma'ruzalar qilindi. Yurtimizda izchillik bilan olib borilayotgan islohotlar samarasini tobora yangicha qiyofa kasb etib borayotgan shahar va qishloqlarimizda zamonaviy korxonalar, savdo-servis maskanlar, maktab, bog'cha va shifoxonalar, obod ko'cha va mahallalar, transport, logistika tizimi, raqamli xizmatlar misolida yaqqol ko'rishimiz mumkinligi alohida ta'kidlandi. Ushbu davra suhbatida Prezidentimiz murojaatnomalarida nazarda tutilgan 6 ta asosiy ustuvor yo'nalishlar va ularning har biri haqida mutaxassislarimiz o'zlarining tegishli fikr mulohazalarini bildirdilar va bu borada tinglovchilarimiz ham o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan murojaat qildilar hamda har bir yo'nalish bo'yicha mamlakatimizda olib borilayotgan ilg'or islohotlar va ularning natijadorligiga yo'naltirilishida bugungi davlat xizmatchilarining tutgan o'rni va har bir rahbar o'z faoliyati davomida Prezidentimiz ma'ruzalarida ko'zlangan aniq maqsadlarni ijobiy hal qilish, ularni samarali amalga oshirish bo'yicha o'zining bilim, ko'nikma malakalarini ko'rsatish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi va o'zlarining asosli fikrlarini bildirdilar. O'ylaymizki, bunda o'tkazilgan davra suhbatlari tinglovchilarimizni nafaqat o'sha o'z ustilarida ishlashlariда, balki izchil islohotlarni amalga oshirishda shaxsiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ta'kidlash lozim, bugun Prezidentimizning yoshlar ta'lim tarbiyasiga qaratayotgan e'tibor juda ham yuksak. Bu murojaatnomada ham yana bir bor o'z aksini topdi. O'quvchi yoshlarga puxta bilim berish, ularga xorijiy tillarni o'rgatish, zamonaviy bilimlarga ega bo'lishlarini ta'minlash borasida Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan taklif va tashabbuslar bu boradagi ishlar samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishiga e'tibor qaratildi. 6 ustuvor yo'nalishning har biri shu darajada to'liq o'zini mujassamlashtirilganki, 2026-yilda bajarishimiz kerak bo'lgan har qanday munosabatlarni to'liq o'zida aks ettirgan. U masalan mahallani rivojlantirish bo'ladimi, iqtisodiy yo'nalishda, ekologik yo'nalishda bo'ladimi, mamlakatning ta'lim siyosati sohasida olib boriladigan siyosatimizmi, tinchlik, barqarorlik siyosati, huquq masalalari, korrupsiyaga oid munosabatlarni to'liq shakllantirish bo'ladimi? Bularning barchasi hammasi xalqimizning farovonligiga to'liq xizmat qilishi, mamlakatimiz tinchligi, farovonlik yo'lida olib borilayotgan siyosat, oqilona siyosatning keng doiradagi faoliyat deb e'tirof etiladi. Bugun davlat xizmatchilarini mana davlat suhbatidan asosiy ko'zlangan maqsadimiz ham mana shu holatlarni bartaraf etish. Seminar davomida murojaatnomada ilgari surilgan ustuvor yo'nalishlar birma-bir tahlil qilinib, ishtirokchilarning bu boradagi fikr va mulohazalari eshitildi.